kishi bormi? Isenmisiz? Estağfirullah tövbe. Isen alapayım, isen. Kim bulasın? Niymiş bilan yürüysün? Men aytdilar da qoydir kurezeşilik deb. Sizmi ol? Kurezeşilik ustaligim yo'q tugul o'zi. Ne so'rag'im bor? Eyda turdanuz? Mening so'rag'im delikatniy edi. Kim deb indashing sizga? Jilek opam bilan men opayim. Jilek opa dedim men ayi. Jilek opa, mana mening erim bitta prezident bo'lirga tili. Opayim, ering tilimi? Endi o'zing tilaysingmi? Durustini aytganda, men tilayim. Ayta olmaysizmi? Kelajakda prezident bo'larmikan u? Alloqayim. Nega kerak endi u senga? Eshigingda, mana qarag'iz, nechak shap yong'iri prezident xotini. Prezident ishi joyida deb o'ylaysizmi? Og'irdir-u, el bilan idora etu. Oy, vertolyotga o'tirasing-da, yeriysin endi idora etib. Allichni samolyotga o'tirib, chet ellarga borasan. Пока erim boshqa prezidentlar bilan uchrashar, men kibitlarda yurar edim. Oqsha tizdirar edim. Allah, opayim, planlaring Napoleonskiy ekan bit sening. Tingla so'zimni. Agarda ering prezident bo'lsa, sen uni ko'rmay boshlayashasan. Nega? So'qirayanmini? Yo'q endi, kun tunishda bo'lashaq. Sening kiyimni kiylarga vaqti qolmay shag'aning. El yozmishini o'ylayashaq ol. Ayye, xalqin qayg'irtashaq, deb o'ylayman endi men. Серьезно? Ой, ладно, xoli qochmayol. Xotin birovgina. Olay demeli sen opayim. Ana Moskva prezidentining da xotini bor edi boshda. Ondan o yerda da jiberdi. Серьезно? Onun xotini yo'q. Ey, sen allaning devlar boshına kiritma. Lutcha men aytganlarini o'ylashtir. Urush aytmishlik обмозгуй. Siylashasing kelsa, tag'in kelersin opayim diyama. Adresini bilasin. Давай. Обязательно kelem, Jilek opa. Siz menga shunday ishadingiz. Пока-пока. Пока-payim, пока. Пока. Estağfirullah tövbe. Bor bit dunyoda kishilar. Aytsang so'z, turtsang ko'z.